Palakat, shu kreditni olmasam bo'lardi-da. Foizi yuqoriligini ko'rib turib oldim-a. Lekin zarur edi-da. Muhtoj bo'ldim-da shu narsaga. Degan holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, o'rtoqlar, sizga bitta yechim beraman. Qarang, holatni aniqlashtiramiz. Siz qaysidir zarurat yuzasidan, qaysidir bankdan yuqori foizda 30, 35, 40 foizda mikroqarz olgansiz va ayni damda oylik to'lovlari nisbatan ko'proq bo'lganligi sababli sizga qiyinchilik tug'diryapti va siz bu holatda bitta yo'l tutishingiz mumkin va kredit to'lovlaringizning foizlari 25% gacha kamayadi. Ya'ni siz kreditingizni boshqa bankka sotasiz. Aynan mana shu muammo yuzasidan siz Agrobankning arzon nomli mikroqarzi orqali yuqori foizli kreditlaringizni 25% gacha tushirishingiz mumkin. Miqdori 100 million so'mgacha beriladi. Budjet tashkilotida ishlaydigan doimiy daromadga ega bo'lgan insonlar Agrobankning filiallari yoki ilovasi orqali ariza topshirib 100 million so'mgacha 5 yil muddatgacha 25% dan boshlab yiliga qarab 26-27% gacha mikroqarzni olishlari va yuqori foizli boshqa kreditlarni yopishlari mumkin bo'ladi. Agar sizga yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yaqin kunlarda Telegram kanalimda yopiq chat o'tkazaman va barchaga to'liq batafsil ma'lumot beraman.